Alo. Mirzoga yaqinmisiz? Ha, yaxshi rahmat opa, tuzimsiz? Nigor opa sizmi? Alo. Ro'yxat kelib qo'ygan. Alo, Mirzojon. Ha, Nigor opa sizmi? Tuzimsiz? Ha? Men yaxshi rahmat, tuzimsiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Hozir bizga ro'yxat kelgan ekan. Mirzojondir. Ovozi uzilib kelyapti, yaxshi eshitilmayapti opa. Ha. Hozir endi-chi, men tashqariga chiqyapman. Ha. Ha, yaxshi eshitilyapti. Ha. Bizga hozir dehqonim Mirzojon tibbiy ko'rikdan o'tish kerak degan ro'yxat kelibdi. Ha, nimaga? Qanaqa tibbiy ko'rik ekan? Bilmayman, men senga siz bir narsa demoqchimda sizdan so'rayapman. Yo'q, hali kuni men pasportimni rasmga olgani kelganingizda o'zingiz anaqa qildingiz. Men hayron bo'ldim. Boshingiz og'rimaydimi? Bu deb. Keyin Yo'q, men gaplashganman u bola bilan bir odim telefon qilyapti deb telefon qilyaptirdim. eskichadan qarataylikmi bu deb anaqa qiluvdingiz. Men hayron bo'ldim. Nimaga unadi deb Nigor opa, men shikoyatim yo'q sog'ligimdan. Faqat hali moddiy yordamga murojaat qilganman xolos desam, sog'ligingizdan shikoyat qilgan ekansiz bu deyapsiz. Hayron bo'ldim. Men hech qanaqa sog'ligimdan shikoyatim yo'q. Mahalla kompetentlarga sog'lig'imni tiklash uchun moddiy yordam berdingizmi? Yo'q, sog'ligim emas, eko muolaja uchun. Asha muolaja tibbiy ko'rikka nima qilinadi-ku? U ham baribir doktorlar tarafidan bo'lar. Ha, uni nimani o'zi aytmayapti o'zi, ijtimoiy xodimda. Hozir shunaqa ro'yxat kelib qolgan ekan. Men avval so'ray, u bola bilan gaplashganman. Debashimga siz bilan gaplashay deyaptirdim. Hozir kompetentlar bo'lar ekan-da, bo'lmasa Mirzojon. Bilmayman, men o'zi ash kuni siz murojaat kirganingizda pasportni nimaga u ijtimoiy xodimni o'zi menga chiqmadi. Keyin pasport danliklari murojaatda bor edi. Pasport murojaatim nimani kiritsa o'zini profilidan IXMTmi, shu ijtimoiy inson xizmatlari anaqasiga chiqardi. Siz nimaga pasportimni kserokopiyasini oldingiz, orqasini ham oldini ham rasmga oldingiz? Men hayron bo'ldim. Keyin bu to'g'risida ham murojaat qilib qo'ydim, iloji yo'q. Men cho'ta nima qilishyapti, qandaydir muomalaga layoqatsiz deb topish uchun nima qilishyapti, majburiy davolatishga nima qilish uchun qilishyapti deb atay deb shubhalanib murojaat qildim, iloji yo'q. Bir narsa boshlashyapti bu nimalar. Atay, siz hali kuni aytdingiz, kelib so'rashdi dedingiz. Xabaring yo'q ekan dedi, bittasi sensira muomala qilganini tushundim men siz gapingizdan. Uchastkadagilar tanimaysiz ekan deb yana bittasi gapirdi dedingiz. Uni ham anaqa qiling. Kech payt kimligini Asnabisha uchastkadagini tanimaysanmi, sen bilmaysan dedi. Voy, men u bola bilan gaplashganman. Undaqa emas, hozir men ularga ham javob berdim-ku. Ha, keyin kech payt o'sha meni surishtirganlar kim edi opa, kelib so'rashdi men uchastkada yurganimda dedingiz desam, yo Diloraxon telefon qilib so'radi, hech kim kelgan yo'q, siz so'rabdi dedingiz. Men hayron bo'ldim shunga. Hozir ro'yxat kelib qoldi-da, men kompetentlar sog'lig'idan tashlab qo'ydim ekan deb Diloraxon bilan bog'lanman-ku. Keyin bog'landingiz Diloraxon bilan? Tushunmadim. Ha, ertasiga ham telefon qilib shu nimani kirityapman, kodi boradi. Murojaatingiz bo'yicha dedi. Moddiy yordam so'ragan ekansiz deb. Qani men ular bilan bog'lanaychi bo'lmasa, aslar sog'lig'i to'g'risidan degan bo'lsa, sog'liq desa to'g'ri bizga keladi-da. Ha, ash kuni aytgan gaplaringizga men hayron bo'ldim o'zi. Nigor opa nimaga uni deyapti-kin deb. Kompyuterlar berish ko'rganmi, hozir kompyuterdan chiqdi dedi, yo'q, undan bo'lishini men. Opa, o'sha kuni aytdingiz, hali kelib so'rashdi mendan dedingiz. Gapingizdan bittasi sensira muomala qilganini tushundim, bittasi sizlar gapirganini tushundim. Kimlar edi o'shalar? Kim? Bilmaysan deb gapirishyapti. Yo, kim axir? Ichki ishlarmi, prokuraturami? Kim edi? Yo'q, mana shu ishlaganlarimiz asnabikda bilasan, bilmaysanmi, taniysan. Hop, sensiragani xo'p, doktorlardir, nima, Sharqon tibbiyot tuman tibbiyot birlashmasini qaysidir bir rahbar nimasi bo'lsa, mas'uli bo'lsa kerak. Sensiragani, sizlagani kim edi? Xodimlar bo'ladi. U sensiragan aktivadan kelganlar
Biz xodimlarimiz to'g'ri ma'lumot bermasak, bilmayapsan-da, xodimingni deb darrov teko'radi. Seni bilmaysan ekan deb teko'radi. Keyin men shuni so'rasam, kech payt o'sha kelgan kuningiz, mani pasportimni rasmga olib ketgan kuningiz. Siz bizni nimani mahallani anaqasimisiz, patronaji? Nima 62-chi oilaviy poliklinika? Raqam 62 mi? Shu men patronajman shu yerda, shu uchastkada yurganimda keyin so'radi, u bu deyodiz. Kim so'radi ekan deb keyin hayolimga keldi. Nima onam bilan singlim borligi uchun men ular oldida ularni ham nima qilib, kirgan odamni ham savol tutib, savolga berib anaqa qilyapsan deyishmasin deb keyin o'zidan sekin so'rayman desam, siz Diloramxon telefon qilgan edi, hech kim kelgani yo'q, siz so'rab deb turib oldingiz-da keyin. Endi ular konferensiya menga ashnadi deydi, astorasida ma'lumot bering deydi, shunaqa ko'rganman deb endi gapirib berdim. Keyin sog'lig'i to'g'risida sog'lig'i deb yozib qo'yibdi, rasmga joyiga. Sog'liq degandan keyin birinchi bizni shu tanisan taniysanmi deyishadi. Men uchrashgan taniyman deb boshladim. Bittasi keyin bu qiz taniydi, biladi, etladi. Keyin savollarga javob berib, o'zi bilan gaplashdim. Opa, nimaga anaqa mahalladagi ijtimoiy xodim pasport rasmlarimni sizdan topib berishini sizdan so'radi. Men o'zimga telefon qilmasdan. Uni nima Dilorom opaga bergandan boshqa hech kimga tashlamoysizmi? Yo'q, faqat Dilorom opaga tashladim. Nimaga u men o'zimga murojaatda telefon raqami bor edi. Telefon qilmasdan sizlar orqali oldi bu nimani? Pasport rasmlarimni. Biz ashuni yordamga chiqdik, xatlov bo'yicha patronlardan yordam bersin dedi. Shuning uchun menga murojaat qilishdi. Birinchi nimani jishir raqam so'radingiz, aytdim, yozib jo'natib yubordik. Singlim telefoniga telefon qilgan ekan, singlim mana shunday deyapti deydi. Bo'pti dedim, murojaatim bo'yicha ekan shekilli dedim. Keyin rasm so'raganingizga jo'nataman, internet ishlamadi. Keyin birpasda o'zingiz yetib keldingiz. Kelib nima qiluvdingiz? Bo'pti, endi murojaatim bo'yicha bo'lsa kerak desam, keyin sog'ligingiz umi, sog'ligingiz bumi, eskichadan o'qitiraylikmi, boshqa dedingiz. Hayron bo'ldim. Sog'lig'i bo'yicha deb yozib qo'yibdi-da chetga. Bo'pti. Men mendan so'rashdi, u bola sog'lig'i qanaqa deb mendan so'rashdi. Men yana nima bu yolg'on bo'lmasin, o'zi bilan yuzma-yuz gaplashib keyin javob beray deb yoningizga bordim. Hali telefon orqali ham gaplashsam bo'lmaydi. Faqat mana yuzma-yuz borib gaplashib keldim. Shunaqa ekan deb javob berdim-da. Men sog'ligimdan shikoyat qilib nima qilmadim-ku, to'g'rimi? Sizga ham yo boshqaga ham. Men aytdim, sog'lig'idan shikoyat qilmagan deb aytmasam, bizdan ham so'raydi-da, sog'liq degan ashitda yozib bo'ladi-da, chiqadi. Ashitga javob berishimiz kerak-da. Bo'pti, bo'lmasam nimaga eskichadan o'qitaylikmi deb anaqa qildingiz? Sizlarni ichki nimani, Sog'liqni saqlash vazirligini nimalar xodimlarini vakolatiga yo bir yo'nalishiga to'g'ri kelmaydi, ixtisosiga nimadan eskichadan qarataylikmi dedingiz-ku? Yo'q, unisini ular qo'shmadi. Unisini o'zim gapirdim. Kim qo'shmadi? U eskichaga ko'rsataylik, o'qitaylik deganini o'zim aytdim. Agar dedim sog'lig'i yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bo'lmasa bittadan son qolib yuboring deb unisini o'zim aytdim. Yo'q, kim qo'shmadi? Ular qo'shgan yo'q-da. Kim edi shu qo'shmagan? Ular men tanimman, Ashkevadan kelib, matcha. Nechta odam? Kelishdi, ikkita odam keldi, kelib kim uchastkasidan so'rab ketishdi ular. Javob beramiz, kimligini so'ramiz-da, nima dedim. Shu kuni dam solgizaylik, bizdan nima yordam, tibbiy nimadan dori-darmon kerakmi yo eskichadan qarattiraylikmi sizni deyordingiz. Men hayron bo'ldim, nimaga uni deyapti topa deb o'ylab, keyin gaplari bir ikkita nimalari shubhali tuyuldi, bir so'rab ko'raychi desam, hech kim kelgan yo'q deb turib oldingiz. Diloromxon telefon qilib so'radi deyordingiz. Hayron bo'lib, bo'pti ekan-da deb keyin murojaatlarim bo'yicha menga bosim anaqa qilinyapti-da deb taqib deb murojaat qilib qo'ydim keyin mana shu masalada. Nazajon? Opa. Mana mahalla komitetidan kim moddiy yordamga chiqsa ham, bolalar ustiga chiqsa ham, boshqa ham birinchi o'rinda oilani nimasi bizdan so'raydi patronlardan.
Sog'lig'ini so'raydi. Unga biz javob berishimiz kerak. Men siz anchadan beri gaplashmaganimcha men ularga javob berolmadim. Shu kuni o'zi bilan suhbatlashdim. Mana haqiqatan o'zi bilan suhbatlashib keldim deb men huquqiy javob berdim. Ha, men sog'lig'imdan shikoyat qilmadim-ku, to'g'rimi? Sizga ham, siz kelishingizdan avvaldan o'sha kuni ham. Yo'q, qilmagansiz. Ha, bo'pti xo'p. Agar maqlagansiz moddiy yordam boshqa narsa so'rashsa, birinchi o'rinda bizdan so'ralasa-u. Ha, bo'pti opa, xo'p. Men shunga tushunmay hayron bo'lib, nimaga o'sha kuni shunaqa gaplar gapirdi deb hayron bo'layotgandim-da. Bo'pti. Birinchi biz 7 tarik nima bo'lganda, aslan ichiga bizdan turganmiz, tibbiyot xodimlari. Boshimiz ajon. Xo'p.